Salom. Bu kundalik bir foiz kanali. Bugun juda muhim mavzu haqida gaplashamiz. Aqlsizlikning 7 belgisi. Qiziq tuyulishi mumkin, lekin agar fikrlash tarzimizni o'zgartirmoqchi bo'lsak, bu belgilarni bilishimiz va ular ustida ishlashimiz kerak. Boshlashdan oldin kanalimdagi har bir yangi video sizga qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishini eslatib o'tmoqchiman. Telegramdagi blogimni ham unutmang. U yerda har kuni 1% ga o'sib boramiz. Shuning uchun kanallarimga obuna bo'ling va meni kuzatib boring. Xo'sh, boshladik. Birinchisi, o'zingizni eng aqlli deb o'ylash. Agar siz doim o'zingizni eng aqlli deb hisoblasangiz, demak o'rganishni to'xtatgansiz. Aqlli odamlar hech qachon o'zlarini tayyor mahsulot deb bilishmaydi. Ular doimo o'rganishga va rivojlanishga intiladilar. Aks holda siz shunchaki o'z egoingizni boqyapsiz. Ikkinchisi, qarama-qarshi fikrlarga jahli chiqish. Kimdir sizdan rozi bo'lmaganda hech jahli chiqqanmi? Ko'pincha odamlar o'z fikrlarini tajovuzkordan himoya qiladilar, ammo aqlli odamlar muhokama qilishga ochiq. Turli xil fikrlarni eshitish va dunyoqarashingizni kengaytirish haqiqiy o'sishning kalitidir. Uchinchisi, fikringizni o'zgartirishdan bosh tortish. Bu juda muhim belgi. Doim o'z fikringizda turib olish o'smayotganingizni anglatadi. Aqlli odamlar yangi ma'lumotlar asosida fikrlarini yangilaydilar va har doim o'zgarishlarga ochiq bo'ladilar. To'rtinchisi, iloji bo'lmagan narsalar haqida tashvishlanish. Hayot bizga to'siqlar qo'yadi, lekin bu mumkin emas deb o'ylash sizni hech qayerga olib bormaydi. Aqlli odamlar har doim yechim izlaydilar va to'siqlarni o'z foydalariga aylantiradilar. Beshinchisi, hamma narsaga tekshirmasdan ishonish. Mana yana bir aqlsizlik belgisi. Ma'lumotni tekshirmasdan unga ishonish. Hozirda juda ko'p ma'lumotlar mavjud va ularning hammasi ham to'g'ri emas. Dono odamlar ma'lumotni tekshiradilar va faqat haqiqiy va aniq ma'lumotlarga tayanadilar. Oltinchisi, kelajakni bilishingizni o'ylash. Men kelajakni bilaman deyish bu o'zini aldash. Barchamizning orzularimiz bor, lekin kelajakni bashorat qilish qiyin. Aqlli odamlar kelajakka tayyorlanadilar. Rejalar va imkoniyatlarga asoslanib harakat qiladilar. 7-si, boshqalarning fikrlarini hurmat qilmaslik. Agar siz boshqalarning fikrlarini hurmat qilmasangiz, bu yana bir aqlsizlik belgisidir. Aqlli odamlar har doim boshqalarni tinglashga va fikr almashishga tayyor. Bu o'sishning muhim belgisidir. Demak, aqlsizlikning 7 belgisi shu. Bu belgilarni chetlab o'tish hayotimizni yaxshilashga va ijobiy o'zgarishlarni boshlashga yordam beradi. Fikrlash tarzimizni yangilab va munosabatlarimizni yaxshilab, haqiqiy o'sish boshlanadi. Bularni albatta yon daftaringizga yozib qo'ying. Agar like tugmasini bossangiz, kommentariya qoldirsangiz va obuna bo'lsangiz, keyingi videoim dono odamlarning xususiyatlari haqida bo'ladi. Baxtli bo'ling, yo'lda ko'rishamiz.